Assalomu alaykum aziz obunachilar, bizni kuzatuvchilar. Mana bugun biz yana Ziyodullajon va men Sherzod yana bitta loyihamizni sizga taqdim qilish arafasida turibmiz. Demak, bu loyihamizni boshqa birinchi, ikkinchi loyihalardan farqi qanday deydigan bo'lsak, demak, hozir biz bu loyihani razmerlarini, o'lchamlarini aytishni Ziyodullajonga aytamiz va undan keyin kesimida, demak, qurilish materiallari kesimida keyin men davom ettiraman. Marhamat, Ziyodullajon. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Loyihamizni tanishtirib o'tiradigan bo'lsam, bu loyihamiz 10:20 ga 11:40 hisoblanadi, ya'ni bir sotuvga joylashgan kompaktli loyihamiz hisoblanadi. Hop, eshikdan kirganimizda o'ng tomonda mehmonxona, bu yoqda esa yotoqxona. Yotoqxonaning alohida sanuzeli bor, ya'ni yotoqxona o'ziga qo'yilgan sanuzil. Bu yoqda esa общий sanuzil hisoblanadi. Sanuzillarimiz 2,5 metr kvadratdan hisoblanadi. Hop, eshikdan kirganimizda chap tomonda oshxonamiz bor. Bu yerda esa oshxonamiz razmerlari 3,5 metrga 575 hisoblanadi. Oshxonaning bu tomonida bolalar yotoqxonasi. Ya'ni bu loyihamiz kompaktli loyiha hisoblanadi, ya'ni kam joyga ko'proq xona sig'dirilgan holatda hisoblanadi. 4 ta xonadan iborat. Koridorimizda bunaqasi eniga razmerlarimiz 280 hisoblanadi. Hop, bu loyihamizda o'zingiz ko'rib turganingizdek mana bunday G shaklida dizaynlar chiqariladi. Hop, qolgan hisob-kitoblarni Sherzod akamga topshiramiz. Marhamat. Rahmat, Ziyodullajon. Demak, mana hozir aytib o'tgandek, bir sotikka joylashgan, demak, o'ta qulay, ya'ni yashash uchun qulay. Birinchi navbatda biz o'sha talabdan kelib chiqib, bizga o'sha aytgan iltimoslardan kelib chiqib, bizga shunday aytdiki, kam xarajatli, hamma qulayliklarga ega bo'lgan uy chizmalari kerak degan. Aynan o'sha talabga kelib chiqib, biz eng qisqa, ya'ni eng minimal holatdagi uy chizmalarini chizishga harakat qilamiz va bu bilan biz uni qulayliklarini kamaytirmaymiz, navbatda qulayliklarni ko'paytirish maqsadida qilamiz. Mana hozirgi gapirganlarga qo'shimcha tarzda aytamiz. Bundagi jiddiy e'tibor beradigan narsangiz erker chiqarilyapti. Erker bu yana o'sha dizaynini yana ham ko'rkamroq chiqishiga sabab bo'lyapti. Ham bir kichik oilalar uchun qulay sharoit, ham demak binoni ko'rinish jihatdan ham demak chiroyli fasodga ega bo'lyapti. Agar sizga shunga o'xshagan loyihalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz tagiga qo'yib ketamiz. Albatta yoqti tugmasini bosishingizni so'rab qo'ygan bo'lardik. Ko'proq insonlarga yetib borishga va ularga ham xuddi shunaqangi loyihalarni qilishga biz yordam berishimiz uchun. Ularning umumiy hisobda har demak stroy material, ya'ni qurilish materiallarini qancha ketishini to o'sha bitgungacha bo'lganlarni sement taqib to'liq chiqarib berishni bonus sifatida unga qo'shimcha qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.